materialimiz teshik chiqib qoldi. O'zi apros qilgan edik. Operator ish qizuvmi, istodani yokida zborkadagi bolani ish qizuvmi deb so'ragan paytimizda ko'pchilik zborka qiziq deyishgan edi. Hop, bizani material yig'adigan, kesadigan ukamiz. Birinchi ishingiz nimadan boshlanadi o'zi? Zakaz yig'ishga tushamiz. Kanalimizga tushadi. Gobelin 8 metr Hiloli MC Authentic'dan BTS orqali deb yozganlar. Xo'p, nima bo'pti bu yerda hozir? 8 metr Gobelin 740 metr chiqyapti. Birinchi telefon qilgan paytim telefonni ko'tarmadilar. Telegramda aloqa qilganimizda 740 metr kerak emas. Bizga rovni 8 metr kerak dedilar. Hozir endi biz yarim soat ichida bu skladdan chiqar ekan, endi buni yarim soat cho'ziladi. Unga uchun boshqa zakazlarni qilib turamiz. Qanday nima bo'pti hozir bu yerda? Mana klientimizga ikkinchi marta telefon qildik. Materialimiz teshik chiqib qoldi. O'zini ishlata olinglarmi yo yengiga kesib berish kerakmi deb. Ishlata olmayapsizlar. Bizani metr o'zimizda yana bitta kuzov ko'payadi. Hozir nima bo'pti? Kechagi mana qolib ketgan imperatriца klientimizni zakazini tayyorlayapman. Yandex orqali chiqarib yuboraman hozir o'zimni oldimda. Uzr ko'rib turgan bo'lsangiz, kecha ulgura olmay qoldim. Yarim soat bu yo'lga qaytishim yana 10-15 minutlik yo'l. Klientim bilan aloqaga chiqishim kerak. Nimaga rozi bo'lsa? Yandex summasiga. Qancha summaga chiqayotgan bo'lsa, ular rozi bo'lsalar, yo ular tanlaylar. Bizani o'zimiz dastavka orqali yo Yandexdan chiqarib olishim. Buni ham bir telefon qilib, biroz o'zlaridan so'rab olishim kerak. Mana hozir biz Yandex bergan chiquvdik, lekin Yandex chopamiz, yana narsa zakaz qo'shtiribdilar. Choko trikotaj magazinga qaytib, uni ham kesib, bunga qo'shib, keyin Yandex orqali chiqarib olishimiz kerak. Yana qaytib chiqasiz. Yana qaytib o'sha boshiga chiqaman. Hozir nima taraf qo'shtirib Hozir kupra trikotaj materialini qo'shgan ekanlar, choko rangini. Hozir shuni kesib, Yandex orqali chiqarib yuboraman. Bo'ldi. Dastavkani o'sha berib yubordik, syomkaga olishga ulgurmay qoldik. Mana dastavkamiz 50 mingdan 53 mingga o'zgarib qoldi. Bunaqalari ham bo'lib turar ekan. Mana endi yana magazinimizga qaytib ketamiz. Haligi materialimizni defekti bilan chiqqaniga hozir defektsiz material kesyapmiz. Biz mana Ummu Hadijani rozoviy markaziy shifon zakaz qilgan ekanlar. Bu zakaz tayyor bo'ldimi o'shanda? Da, mana 8 metr tayyorlab, upakovka qilib, o'sha dastavkaga tayyor qilib qo'ydik. Nima bo'pti o'shanda? Bu zakazlarni hozir akamiz bilan spiska qilamiz. Ketadiganini dastavka orqali chiqarib yuboramiz. Shu bilan magazinni yopib, padam olib ketamiz. Keyin ertaga dam olamiz. dushanba. Xo'p. Nima bo'pti o'shanda hozir? Hozir biz akamlar bilan spiska qilib bo'ldik. Shaharga ketadigan dastavkalarimiz mana bu yoq tomonda. Unix pochtadan ketadiganimiz bu yoq tomonda. Va mana bizani BTS dan kuryerimiz keldilar. Mana ularga BTS pochtani ham beraveramiz. Yemu pochtamiz afsuski yopilib ketdi. Yemu pochta afsuski yopilib ketibdi. Afsuski. Hozir kulib gapirasiz. Afsuski. Yemga topshiramiz. BTS olib borib beryapti.